Ronaldo, Pepe, Marcelo va Kaka taksida ketayotgan mana bu fotoni barchangiz ko'rgansiz-a? Aynan ushbu foto tarixini bilasizmi? Bilmasangiz menga obuna bo'ling, men esa sizga hozir aytib beraman. Taksi haydovchisi bo'lgan Lukas o'sha kunni shunday eslaydi. O'sha kuni men umuman ishga borishni istamagandim, ammo xotinim bunga majbur qilgandi. Men esa u bilan janjallashmaslik uchun ishga ketdim. Aniq eslayman. Mashinada o'tirganimda Marcelo oldimga kelib, mashinamni narsalarni ortish uchun qulayroq joyga joylashimni aytdi. Men uni ko'rib o'zimni yo'qotib qo'ydim. Xuddi tush ko'rayotgandek edim. Keyin Ronaldo, Pepe, Kaka va Marcelo meni mashinamga chiqishdi. Men o'sha kuni o'zimda katta javobgarlikni his etdim. Orada Marcelo mashinada qariyalarni olib ketmayotganini aytib hazillashdi va tezroq yurishimni so'radi. Ronaldo esa bu so'zlarga e'tibor qilmay, xotirjam mashina haydashimni, Marcelo o'zi esa hattoki mashina haydashni bilmasligini aytib do'stiga hazil bilan javob qaytardi. Bu kun hayotimdagi eng baxtli kunlardan biri edi, deydi taksi haydovchisi Lukas. Aytgancha, ular o'sha kuni Real Madrid bilan ovqatlanishga restoranga ketishayotgandi.